Bolalikdan bu dunyoning azobini tortdingmi? Kecha oyday to'lib bugun kunday botdingmi? Atirgildek yuzingga oshiq ekan qarg'alar, shum nafsning yo'lida yolg'on to'la va'dalar. Adashdingmi shum taqdirning adog'i yo'q yo'lida? O'yinchoqqa aylandingmi nomardlarning qo'lida? Boshing urib yig'lamagin endi qismat toshiga, arzimaydi bu dunyolar ko'zlaringni yoshiga. Yolg'on yolg'on adashgan qiz bunchalarim sarson sarson. Yolg'on yolg'on bevafoning so'zi yolg'on, bergan va'dalari yolg'on. Operatsiya uchun menga pul kerak. Pul hammaga kerak. Короче, ishlasang pul bor. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Tinglamaydi biror kimsa bechoraning dardini, tuproqlarga teng qilib qo'yar ekan qadrini. Azoblaring unutmagin, yuragingga olib qo'y. O'sha nomard kimsalarni Xudoyimga solib qo'y. Gul umringni xazon qilgan o'sha baxtli qarorlar, bir kun kelar ularga ham boqib turgan balolar. Shuncha yomon siqqan dunyo nahot senga tormidi? Yolg'izgina boshingga shu kunlar ham bormidi? Yolg'on yolg'on adashgan qiz bunchalarim sarson sarson. Yolg'on yolg'on bevafoning so'zi yolg'on, bergan va'dalari yolg'on. O'lib qolmasin yana. O'lmaydi. Bu umri davomida ikkita xato qilgan. Xo'p, nima qilgan ekan? Birinchisi pul o'g'irlagan. Ikkinchisi Ikkinchisi bizni pulimizni o'g'irlagan. qasandoq. Aslida aldanganlar emas. Uni aldaganlar uchun uyqu harom bo'lish kerak edi. Lekin aldaganlar azoblanish o'rniga aldanganlar ko'proq azoblanadi. Tunlari bedor bo'ladi. Ammo buyuk adolat kuni keladiki, har bir sindirilgan qalbning badali to'lanadi.